1 minutga qarang, videoga bitta like bosgan bo'lsangiz, bitta tomosha qiling. Hozirgi 40-50 gradusli ob-havolarimiz uchun ventilyator o'zini ichida bo'lgan soyabonlarimiz yetib keldi. Bitta ahamiyat beryapsiz, ko'rasiz ventilyatorlarni. Setkasi shunday himoya qilib turadi. Uning uchun buzilmaydi, sifati просто dahshat. Videoga like bosgan bo'lsangiz, ranglarni tanishtirib o'taman. Do'stlar, bularning ustida bir xil bo'ladi, matviy kojada, farqi ichidagi rangida. Xarakteristikasi ichida 8 ta spitsali, zo'r joy rot tanlamaydi, erkaklar ham ayollar ham keturadi, umuman farqi yo'q. Ishlataverasizlar. Ham bir kishi uchun juda ham komfortli ishlangan. Yana bitta joyi ko'rishim mumkin. Ruchka joyiga 4 tagina batareya yetadi. Qo'yib turib, bemalol ventilyatorni ishlatsanglar bo'ladi. Ortiqcha noqulaylik yo'q. Ruchkalar ham qo'lingizga juda ham qulay, ishlatishingizga komfortli. Xo'p, keyingi rangi. Tim qorasi bor holatda, skromniy vid oladiganlar uchun hamma yo'q qop-qoraligi bor. Keyin ichi temniy siniy rasvetkaligi bor. Ko'rishingiz mumkin. Usti bunga ham qora, xuddi matritsiya kinosidagi bor, matviy koja. Xuddi shunaqa rasvetda ishlangan. Ichi bordoviy rasvetkaligi bor. Usti qora buni ham. Ko'rishingiz mumkin. Sifati vobshe dahshat. Soyabon o'z bilasizlar, har doim birinchi bo'lgan va sifati ham premium kачествоda ishlangan. Bemalol zakaz bersanglar, dastavkamiz butun O'zbekiston bo'yicha manzil Janubiy vokzal to'g'ri Vega Center 2-qavatda. Qani, ketdi do'stlar.